Ko'pchilik savol beradi. Bu yerda sportchilar uchayotganimizda oson tuyuladi-da, juda ham. Oson emas. Ba'zi odamlar shunaqa paraplanni o'zim ham sotib olaman deydi. Bu juda ham katta xato. Avval uchishni o'rganish kerak. Bizda juda ham malakali instruktorlar bor. Shular yordamida uchishni o'rganib, keyin sotib olish kerak. Bu qanotni har bir odamni vazniga to'g'ri keladigan o'lchami bo'ladi. Har bir odamga maxsus vazniga yarashasi olinadi. Ozgina og'irroq odamnikida ham uchi bo'lmaydi, yengilroq odamnikiga. Aynan o'zimni vaznimga yarasha bu. Keyin bularning klassi bo'ladi. A klass, B, C, D klasslar. Bu degani borgan sari klassi oshgan sari, B, C, D bo'lgan sari qanot zo'rroq uchadi, lekin unga mahorat ham ko'proq kerak bo'ladi. Klassi qancha past bo'lsa, uchishi sekinroq bo'ladi, lekin xavfsizligi baland. Odamni xatolarini, o'rganayotgan odamni xatolarini kechiradigan bo'ladi. Shuning uchun bilmasdan qanot sotib olaman deyish, ehtiyot bo'lishsin, olmanglar, qanot sotib olmanglar. Avval uchishni o'rganinglar. Undan keyin murabbiyning tavsiyasiga ko'ra, xuddi shunday. Keyin murabbiy o'zi tavsiya qiladi sizga qanaqa qanot kerakligini. Undan keyin maxsus o'sha sotiladigan saytlar bor, o'sha yerdan ishonchli joydan sotib olinadi. Bu juda ham nozik narsa, bilmasdan sotib olib bo'lmaydi. bo'ldimi menimcha? Ha,